Andijonliklar keldi. Andijon futbol va dunyo yulduzlari shahriga aylanib boryapti shekilli. Hattoki Italiyaning Giotto degan mashhur brendi Andijonda o'z filialini ochganini ko'rsak bo'ladi. E'tibor bering, restoran o'zining nozik did bilan qilingan interyerida Paleon dekor mahsulotlari ishlatilgan. Bu dekor panellarimizdan taxta teksturalari, tosh teksturalari yoki bo'lmasa milliy ko'rinishdagilar yoki bo'lmasa yuqori did egalarini ham xursand qila oladigan, ko'zini quvontiradigan xuddi shunaqa panellarimiz bor ekanligini aytib o'tmoqchimiz. Undan tashqari bu dekor panellarimiz showroomingizni, ofisingizni, mehmonxonangizni yoki uyingizni interyerini zamonaviy va o'ziga xos ko'rinishga keltirishga sababchi bo'ladi. Eng asosiysi bu dekor panellarimizda 30 dan ortiq xillari mavjud va bu uchun juda ham katta pul sarflashingiz shart emas. Chunki bu panellar o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Narxlari hamyonbop. Agar sizga shu haqida to'liqroq va ko'proq ma'lumot qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirganmiz. Raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Video ko'pchilik e'tibor uchun xuddi shunaqa qizil rangli yurekchani bosib qo'yasiz va eng yaqin do'stiga tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.